Jon chiqishyapti. Va'jon aka bir kelib qolibsiz ustozi olam. Duo qilasiz. Rizo bo'lsin. Sizga o'xshamaydi. Amin. Mana o'zi bergan Xudoy Parvardigor bundan bag'riga ham bersin. Xudoy Parvardigor o'zingga berdi. Shukronalar hamdu sanolar bo'lsin. Mana shogirdimiz Dilshodjon bizni faxrimiz. Xudoga shukr, faxrlanib yuraman. Qayerda bo'lsam Dilshodjon Rahmonov shogirdim deyman. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu jiyanlarimni, Umidjonni, Komronni to'ylarda yoningizda turish ro'zai nasib aylasin. Kelinam, ustozam, Yursin tog'am, hamma Shuhrat, u Sherzod hammalari sog' bo'lsin, baxtingizga yoningizda birga yurish ro'zai nasib aylasin. Allohim qayerga borsangiz ham fayz barakotidan bersin. Sizga o'sha oshlarga boraylik biz ham. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Rahmat. Juda ham zo'r video bo'ldi. Rahmat, tashakkur, rahmat. Avvaljon akam ko'p qo'shiqlarni aytamiz. Rahmat sizga. Rahmali akam ham duolarini olgan biz ham. Albatta. Rahmali onam ham yaxshi ko'radi. Albatta. Dilmurod ko'rsam akamdek ko'raman. Salom. Rahmatli Dilmurodjon Madamning o'rtog'ingiz to'yida keluvdi, eslaysizmi? Ha, Habibjonniki ham ro'para qo'shimizga aytdik. Uyda uxlab duo qilgan. Shu Madamin akam to'yda ashula aytib tursam, Dilmurod ketdi deyishdi. Ishtonga yangi kirib olyapti. Yangi kirib paytida jon shogirdi o'rtada noma'lum berdi. Sam nima chiqib qo'shig'aydi tolmagan ustoz shogirdlarning ichida birinchi bo'lib men o'rtog'imni to'yda Madaminjonnikida. Madaminjonni to'yida. O'sha zapslar yo'q. o'shani Madaminjondan men bir so'rashim kerak shu.